Ha, amaki nima gap? O'rtog'ingning ahvoli chatoq. Jon bera olmay qiynalyapti. Nima qilish kerak? Menimcha kimnidir kutyapti shekilli. Borib olib kelmasang bo'lmaydi. Ko'nmasa-chi? Nima qilib bo'lsa ham ko'ndir. Bora qol. Assalomu alaykum Komil aka. Va alaykum assalom. Abduqodir yaxshimisan ukam? Keling, aka kiring. Yo'q, rahmat ukam. Ukam, men bilan bormasang bo'lmaydi. Okayning ahvoli juda og'ir. Aka. Abduqodir okayni boshqa umuman ko'rmasligi mumkin. Xo'p, aka. Abduqodir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kirur Abduqodir ichkariga. Amaki, yaxshi o'tiribsizmi? Baraka topgan oldin. Olib kelganing yaxshi bo'ldi. Ha, bu 5 kunlik dunyoda odamzod yer talashib o'tar ekan. Lekin yer hammang menikisan der ekan. Mana necha yil oldin mana shu uyni talashib, ukasini uydan haydab chiqargan. Mana ahvol. Shuning uchun hech kim qarindosh urug'idan, jigarlardan voz kechmaslik kerak. Siylay rahmni unutish kerak emas. Aka-uka ahil bo'lgani baribir yaxshi ekan amaki. Albatta. Men akamni kechirdim. Oxiratlar obod bo'lsin. Amin. Joylari jannatdan.